Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun karam va bodringdan mazali salomatlik uchun shifobaxsh ishtaha ochuvchi salat tayyorlaymiz. Kerakli mahsulotlar: 1 bosh karam, 4 dona bodring, 2 ta sabzi, chesnok 4 bo'lak, ziravorlar, zaytun yog'i yoki o'simlik yog'i 2 osh qoshiqdan, bitta limon suvi, ko'katlar. Tayyorlash tartibi: birinchi, karamni yuvib juda mayda qilib to'g'rab olamiz. Ikkinchi, bir oz qo'l bilan ezib yumshoq qilib olamiz. Uchinchi, bodringni ham yuvib yarim halqa shaklida sabzi oshga to'g'ragandek to'g'raladi. Chesnok ham maydalanadi. Barchasi idishga solinadi. Ustidan limon sharbatini chiqarib qo'shiladi. Yog', tuz, qora murch, dafna yaprog'i hamda zira ko'katlar qo'shib yana bir oz aralashtiriladi va 30 daqiqaga qoldiriladi. Salat tayyor bo'ldi. Gastrit, oshqozon kislotasi yuqori bo'lgan hamda ich kelishi, diareya bo'lgan insonlarga tavsiya etilmaydi. Bu salat birinchi, vitaminlarga boy, organizmga og'ir qilmay hazm qilish yengil hisoblanadi. Uning tarkibidagi mahsulotlarda vitamin C, K, B guruhidagi vitaminlar, minerallar, asab sistemasini, suyaklar, tish uchun foydali, kletchatka, ya'ni tolalar, ichaklar faoliyatini ta'minlaydi. Bodring organizmdagi suv balansini saqlaydi. Demak, bu salatning foydali xususiyatlari: birinchi, organizmdagi ortiqcha xolesterinni chiqarib yuborishga yordam beradi. Ikkinchi, qon bosimini me'yorlashtiradi. Uchinchi, qandli diabetda. To'rtinchi, ishq qotish qabziyatda. Beshinchi, semirib ketishda. Oltinchi, immunni oshiradi. Yettinchi, shamollash, angina, virusli kasalliklarga qarshi kurasha oladi. Sakkizinchi, qon aylanishini yaxshilaydi. Azizlar, kanalimizga yangi mehmon bo'lsangiz, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Bu biz uchun qadrli hisoblanadi.